Azizlarim, sizlarga chiroyli bitta uy topib qo'ydik. Shuni arzon qilmoqchi biza. Uyimiz yangi remontdan chiqqan. Ustalarimiz qo'lida baraka topsin. Chiroyli remont qilgan. Kelinglar, shuni ko'rsataman. Prihochka qismi. Kelaverishingizda ichma-ich emas. Ko'rganlaringizdek, bu zal qismimiz. Gilamchalar zo'raga oyoqqa massaj beryapti. Keling, Shohrajon. Bu kuxnyasi ham chiroyli ekan. Mana yerga o'g'irlikchilarni qo'yib, va chiroyligidan kuxnya garnitur belgini xaldalikka joy bo'lsa kerak, ha? Ko'rsin yerga. Balkonga keling, Shohroz, mana chiroyligidan balkonchasi. Kimdir hozir internetdan chiqaribdi, hozir gaplashamiz, uzr. Xo'sh. Endi sanajimni ko'rishamiz. Sanajim qismini ko'rishdik, eshiklarni ham zo'ra qo'yilgan ekan, Shohroz, albatta. Chiroyli ekan. Vannasi ham chiroyli ekan. Bu uyimiz azizlarim 365 millionlik uyni egalari tomonidan berildi bizga sotuvga. Ipoteka qilsa bo'lar ekan. Yangi uy remontdan chiqqani hech kim yashamagan. Xo'sh, bu uyimiz joylashgan joyi yangi masjiddan o'tganimizdan keyin Guliston pavorotida yangi dom etaji 3-chi etaj, uzr. Qaysi etaga chiqqanimiz esimizdan chiqib ketdi. 3-chi etaj bir xonali uyimiz. Lekin bir xonalik bo'lsa ham bir qanday desam bir fayz borda, bir hammasi addin-addinda bir chiroyli ekan. Uyda yoqdi, telefon qilinglar, pastda nomerlarimiz qo'yiladi, aloqaga chiqinglar. Kim birinchi telefon qilsa, kim kelib, kim birinchi zalog bersa, o'sha uy sizlarga bo'ladi.